Juda chiroyli, xushtan, xushbo'y meva bo'lishiga qaramasdan, bu meva kimlarningdir hayotiga xavf solishi mumkin. Ko'pchilik hozirgi kunda aynan mavsum bo'lganligi uchun klubnikadan iste'mol qilish foizlari juda ham ortib ketdi. Men kimlarga buni tavsiya qilmoqchiman, ogoh bo'ling. Agar yosh bolalar bo'lib, ularda allergiya kuzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa anamnezida qachondir allergik reaksiyalar kuzatilgan bo'lsa, ayniqsa eng ko'p biz endi ishlaydigan odamlarimiz, homiladorlar hozirgi kunda juda ham ko'p klubnika yegandan keyingi allergiya bilan murojaat qilib kelishyapti. Yuqoridagi gaplarimiz qulupnay mevasi haqida edi. Qulupnay mevasini homiladorlarga, ayniqsa ularda anamnezida allergiya holatlari kuzatilgan bo'lsa tavsiya qilmaymiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Homiladorlar, yosh bolalar, yoshi katta qariyalar hammalarida o'sha klubnika mevasini iste'molidan keyin tanada toshma, qichishish, hatto nafas siqish, hattoki ba'zi holatda reanimatsion chora-tadbirgacha majbur qiladigan holatlar kuzatilyapti. Shuning uchun klubnika mevasini iste'mol qilishdan oldin albatta juda ham kam miqdorda tavsiya qilib yoki bolalaringga berib yoki bo'lmasa homiladorlar o'zlari juda ham kam miqdorda yeb ko'rish tavsiya qilinyapti. Hozirgi kunda bu mevani yetishtirishda tabiiy o'g'itlardan tashqari turli xil kimyoviy moddalar ishlatilganligi sababli bular allergenlik ta'siri juda ham kuchayib ketgan. Shu sababdan bolalarda, homiladorlarda ayniqsa berishda ehtiyot bo'lgan ma'qul. Agar klubnika iste'mol qilib, sizda terida toshma, qichishish yoki bo'lmasa qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, ichki ketish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa yoki farzandingizda yoki o'zingizda zudlik bilan shifokorga murojaat qiling va klubnika iste'molini o'sha vaqtdan boshlab to'xtating. Bu videoni klubnika sevuvchi tanishingizga yuboring, sotuvchilarga emas.